Bugungi videoda biz 2026 yilgi Chevrolet Corvette Spin modelining eng muhim xususiyatlarini ko'rib chiqamiz va sizga uning dizayni, texnologiyasi, ishlashi hamda kundalik foydalanish qulayligi haqida to'liq tasavvur beramiz. Ushbu model sport avtomobil ixlosmandlari uchun yangicha tajriba yaratish maqsadida ishlab chiqilgan bo'lib, zamonaviy aerodinamik shakllar, kuchli dvigatel variantlari va ilg'or xavfsizlik tizimlari bilan ajralib turadi. Chevrolet kanali uchun tayyorlangan ushbu video sizga xarid qilishdan oldin to'g'ri qaror qabul qilishda yordam beradi. Avvalo tashqi ko'rinishiga to'xtaladigan bo'lsak, Corvette Spin agressiv old panjarasi, LED faralari va past profilga ega silueti bilan yo'lda darhol e'tiborni tortadi. Kuzovda yengil materiallardan foydalanilgan bo'lib, bu nafaqat tezlikni oshiradi, balki yoqilg'i samaradorligini ham yaxshilaydi. Orqa qismidagi sportcha diffuzor va ikki chiqishli egzoz tizimi avtomobilga haqiqiy poyga ruhini bag'ishlaydi. Ichki makon haydovchi va yo'lovchilar uchun maksimal qulaylikni ta'minlashga mo'ljallangan. Premium charm o'rindiqlar, sportcha rul va raqamli asboblar paneli haydash jarayonini yanada yoqimli qiladi. Markaziy sensorli ekran orqali navigatsiya, media va avtomobil sozlamalarni oson boshqarish mumkin. Shuningdek, ovoz yalqin yuqori darajada bo'lib, yo'l shovqinlari minimal darajaga tushirilgan. Texnologik imkoniyatlarga kelsak, 2026 Corvette Spin eng so'nggi avlod infotainment tizimi bilan jihozlangan. Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlanadi. Ovozli buyruqlar orqali ko'plab funksiyalarni boshqarish mumkin. Haydovchiga yordam beruvchi tizimlar qatoriga adaptiv kruz nazorati, avtomatik favqulodda tormozlash, yo'lakni ushlab turish assistenti va kor nuqtani aniqlash tizimi kiradi. Bu funksiyalar nafaqat xavfsizlikni oshiradi, balki uzoq safarlarda charchoqni kamaytiradi. Dvigatel variantlari ham e'tiborga loyiq. Corvette Spin kuchli 8 dvigateli bilan birga yoqilg'i tejamkorroq gibrid variant.